Eyo brigada, hammaga salom. Sizlar bilan Ayzembek. Bugun gaplashadigan mavzuyimizda men Aykron Chigarim bilan nozik temalarda hangama qilayotganimizda anglab qoldik. Va bugungi mavzu stereotip. Stereotip o'zi nima? Yeydigan narsami, ichsa bo'ladimi, yo'qmi? Короче, o'sha haqida. Birinchi so'zi ma'nosini bilib olsak, stereotip o'zi ko'pchilik tomonidan normallashtirilgan fikr, ya'ni fikr qanchalik absurd bo'lmasin, "Po'xo'y, odamlar aytyapti-ku" degandek gap. Ya'ni stereotip bu oldindan belgilab qo'yilgan, ma'lum bir millat yoki davlatga bog'liq bo'lgan fikr va bunga misol qilib kelin harami bo'ladi, qaynona kelinga nisbatan o'ta harami bo'ladi, o'g'il oqpadar bo'ladi, qiz shimara jalab bo'ladi. Mavzuga qaytsak, hozir O'zbekistonda deyarli hamma stereotiplar bilan yashaydi. Dada, sen ham kecha ko'tingni eplab aytolmayotganding-ku, fikrchang paydo bo'lib qoldimi degan gapni eshitgan bo'lsang, biron marta stereotipga qarshi chiqqan bo'lasan. Agar eshitmagan bo'lsang, demak, ashul maqbul. Xo'sh, endi stereotiplarni bir nechta O'zbekistonda eng ko'p rivojlangan va eng ko'p ishlatiladiganlarini eshitib o'tsak. Ayol kishi uy uchun mo'ljallangan. Nihoya себе stereotip. Xullas, qiz bola yoki ayol kishi domovoymi sanga uy uchun mo'ljallangan bo'ladi yo bitovoy texnikami? Hayotda kerak bo'ladigan yoki kiradigan. Lekin bu narsani hammaga ham, ya'ni bu stereotip xatoligini hammaga ham singdirib bo'lmaydi, chunki bu fikr bilan anchadan beri katta odamlar yashab kelyapti. Вообще-то bu narsani sababi o'zi tug'ilgandan qizlarni erga berish uchun tayyorlashadi. Uy ishlari, balobatlarga o'rgatishadi. Bu gapim bilan polniy ko'chada yursin demoqchi emasman. Me'yori bor. Jihozdek qarash bu ibanatning ishi. Вообще-то o'sha ibanatlarida mana shunaqa stereotip paydo bo'lgan va ko'pincha bu sabab ajrimlar kelib chiqadi. Stereotiplar sabab bitta ikkita shibarachalar yo'q, ikkita uchta. Короче, daxuya shibarachalar chiqib turib, normalniy qizlarni ham yo'ldan urishib boshlayapti. Erkaklarning ham shunaqa pidarazmlari ko'paydi, ya'ni shu stereotipni oldinga suradigan. Va shu joyda boshqa stereotipni ham qo'shib ketsam, erta uylanish kerak va ayol qul, erkak esa xo'jayin. Bu ikkita sami konchiniy stereotiplarni paparyatga izohlab ketsam. Erta uylanish nahoy kerak degan savol berganmisan hech o'zingga? Bu narsadan bitta plus bor. O'g'ling o'zing bilan katta bo'ladi, yo bolang, xullas, bolang o'zing bilan katta bo'ladi, lekin qaraganda yoningga kiradi degan gap bor. Lekin bu ham 50-50, chunki bu ibantay prosta bloger bo'lib ketishi mumkin. 70-75 nega? Yoki senga prosta problema sozdavать qiladi. O'zingga o'xshagan dalboyob bo'lsa, shu narsani ham kutsang bo'ladi. Qo'ysanam, davom ettirsak, hozirgi kunda ajrimlar ko'payib ketgan. Aynan shu ajrimlar ko'payganining sababi ko'pchilik, ya'ni o'sha boya aytganimdek, 4-5 shimarachalarni deb normalniy qizlardan buzilib ketyapti va erkaklar ham shu narsani, ya'ni ayol kishi qul degan fikrni ushlab olgan, qo'yib qisarjiydi. Men oilada qullik tizimi yoki tenglik ham bo'lsin deyotganim yo'q. Tenglik bo'lsin, lekin baribir oilada dominatsiya bo'lishi kerak. Dominatsiya esa erkakda. Muammo o'rtada muhokama qilinadi, oxirida qarorni baribir erkak qabul qiladi. Ayol noroziligisiz kengashni. Stop, bu mavzuga yetadi. Erta uylanish kerak deganga, 20-25 yoshinggacha uylanmasang, qachon uylanasan, qachon to'y, qiz topdingmi degan savollar bilan zaybatib borishadi odamlar. Har bitta qarindoshing, agar sen 20 yoshli, 20 yoshdan o'tgan bo'lsang, даже ba'zilarga hozir 18 yoshidan gapiryapti, o'tgan bo'lsang, uylandingmi, qachon to'y deb turmasga deganlar daxuya. Uylangan odam baxtli bo'ladi degan narsa ham xato. Bu ham noma'lum, chunki baxt uylanishga bog'liq emas. Xuddi bir narsadan qo'rqib qolgandek shoshilib, naxuy kerak. Oldin normalniy qiz topish kerak. Yo, normalniy bola huy yo'q. Uylanishga yaraydiganini topish kerak. Uylanganlar shunchaki hayotni ertaroq anglaydi. Bu ham babi ne fakt, chunki bespanyatka babi bespanyatkaligicha qoladi. Xotini agar shustri bo'lmasa, boylik teng baxtlilikka. Bu to'g'ri naxuy nima desanglar deylar. Ishonmasanglar menga pul tashinglar. Boyib ketganimdan keyin qanaqa baxtli bo'lishni o'zim ko'rsataman. Ay billah, orzuga ayb qo'ysin. Orzungizga. Endi eng banut stereotip bo'lsak, odamlar nima deydi? Bu stereotip ko'proq katta yoshdagi odamlarga tegishli va katta yoshdagi odamlar bu narsaga o'rganib qolgan. Chunki oldin zapallar, g'iybatchi xolalardan tarqagan. Telegram kanallardan emas. Так что o'sha davrdagi qo'rquv qolib ketgan desa ham bo'ladi. Hozir ham bor bu narsa. O'g'li bilan to'chilikka borayotganda, shu uylanish temasida bu ham как бы, ondan voy sharmanda deydigan narsadan qo'rqadi odamlar xullas.
Po'xo'y emasmi, kim nima deyapti. Keyingi stereotipga o'tsak, kattalar har doim prav. Men dadam ham kattalar doim prav degan gapni aytganlarida davno uydan shibatcha bo'lib ketgan bo'lardim. Lekin qolgan oilalarda, ya'ni ko'chadagi aka-xolarimni eshitganda bu pizdes juda ham rivojlangan desam bo'ladi. Xuyet qisas deydi. Bitta bratim даже o'zini fikri yo'qligi sabab o'g'lim birga kirdi. Dadamdan so'rab ikkinchisiga harakat qilaymikan deydi. Dunyoni to'xtat deydi. Men tushib qolaman, what the fuck. Endi xotiningni qanaqa qoqishingni ham dadangdan so'raysanmi? Xotining homilador bo'lib qolgandan keyin dadang bekor qilibsan deb olam demasa kerak. Tak, bu narsa prosta o'zi fikr bildirganda uni fikrini bir tiyinga ilishmagani sabab hamma narsani kattalar bilan hal qiladigan bo'lib qolgan. Bratimdan biratda aybi yo'q, prosta uni yon atrofi, ya'ni ota-onasi, oila a'zolari shunaqa qilib tarbiyalab qo'yishgan. Даже o'zini fikri yo'q. Hamma narsani kattalar hal qilish kerak. Eng qizig'i bahslashish hurmatsizlikka teng deb qaraladi. What the fuck, shu joyda ham agar qanaqadir sosiq chol kelib turib senga любой bironta bichni ishonib turib singdirayotgan bo'lsa, bemalol sen unga idin naxuy deyishing mumkin. Bu hurmatsizlik emas. Bu shunchaki o'zini joyiga jo'natish, ya'ni haqiqiy joyiga ket degan ma'noni anglatadi. Aslida stereotiplar yomon niyatda chiqarilmagan. Ular prosta yillar davomida o'zgarib, go'yo shakllangan. No, hammasi ham yomon emas. Ba'zi stereotiplar to'g'ri chiqadi. No, po'znay. Stereotip xullas qilib aytganda xulosa. Stereotip bu ko'pincha hamma shunday qiladi-ku, demak to'g'ri degan fikrdan kelib chiqqan. Bunaqa yibbanizm dunyoqarashdan ko'ra, yana shunday kalingdan chiqarib turib o'torgan yaxshi. Так что individual bo'linglar, original bo'linglar jigar. O'zing xohlagan ishni qil. Bu muhim emas. Shu bilan stereotip mavzusini yopamiz. Charchamanglar brigada. Videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Ayzenbek bo'ldi. Montajda Aykland jigari. Давайте gaplashamiz.